Netflix har doimgidek bizni Kalmar o'yini serialining yangi treylerini taqdim etib, xursand qilib kelgan. Bu videoda yangi treylerda nimalar ko'rsatilganligini birgalikda tahlil qilib chiqamiz. 3-sezonning ilk tizeri taqdim etilganidan ham deyarli bir oy o'tdi. Vaqt sezdirmasdan bizni premyera sanasiga yaqinlashtirmoqda. 3-sezon 27-iyun sanasida Netflix onlayn platformasida chiqariladi. Bu sezon ushbu shouning finali bo'ladi. Xo'sh, endi treylerga o'tsak, eng birinchi bo'lib bizga yangi o'yin maydonchasiga kirib kelayotgan ishtirokchilarni ko'rsatishadi. Buni 3-sezonning tizerida ham ko'rsatishgandi, lekin treyler ko'proq detallarni bizga taqdim etdi. Bilamizki, 4-o'yinda ishtirokchilar ikki guruhga bo'linishadi. Ko'k va qizil va ushbu rangdagi shariklarni random tarzda tanlab olishadi. Treyler chiqishidan bir hafta oldin har kuni TikTokka serial aktyorlari ushbu shariklarni tanlagan rolik chiqarildi. Shariklar ichida esa treylerga necha kun qolganligi yozilgandi. Balkim o'yinda ham ularning ichida qanday qilib tirik qolish va marraga yetish qo'llanmasi yozilgan bo'lishi mumkin. Keyingi sahnada esa o'yinchilarga qutilar berilmoqda. Balkim kimgadir kalit va kimgadir qurol berilar. Kalit yordamida esa u yerdagi eshiklarni ochish kerak bo'ladi, lekin bundan oldin tirik qolishni uddalash kerak. Ushbu kadrda o'yinchilardan biri eshikni ochganida ulkan chuqurlikka duch keladi. Agar ehtiyotkorlik bilan labirintda yurishmasa, o'lishlari mumkin. Keyin esa ko'k ranglilar lift yordamida labirintga kirib kelishmoqda. Qizil ranglilar esa boshqa tomondan. Ko'k ranglilarga 2-sezondagi shamanka ayol boshchilik qilmoqda. Aynan o'sha lokatsiyada Kixun ham bor va u qizil jamoada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Uni esa frontmen kamera orqali kuzatib turibdi. Jinhu esa ko'k jamoaga tushib qolibdi. Kixun qo'riqchilarga "Nega meni tirik qoldirdinglar?" deb baqirmoqda. Qo'riqchilar esa uni tinchlantirishga urinishdi. Bu kadrlar ancha oldin taqdim etilgan edi. Kixunning tartibsizligi oqibatida uni kravatga kishanlashadi. Albatta bularning barchasi uni tobut orqali keltirishgandan keyin sodir bo'ladi. Shamanka ayol esa Kixunning rejasi ish bermaganini gapirib, uni ustidan kulishni boshlaydi. Shunda Kixunning jahli chiqadi va uni bo'g'zidan oladi. Keyin esa kampir kimdandir o'yinni to'xtatishni yalinib so'ramoqda. Bu ovoz berish paytida bo'ladi. Uning bunchalar xafa ekanligidan ko'rinib turibdiki, 4-o'yinda uning o'g'li vafot etgan. Chunki o'g'li ko'k jamoada edi, kampir esa qizil jamoada. VIP mehmonlar yana o'sha stul atrofida o'tirishibdi. Ular nafaqat o'yin, balki ovoz berish paytida ham ekranga qarab nimalar bo'layotganligini kuzatishmoqda. Junho va nihoyat Kalmar o'yini o'tkaziladigan orolni topibdi. Ushbu xona esa frontmenniki, ya'ni uning akasiga tegishli. Shuningdek, 13-raqamli qo'riqchi ham u yerda turibdi. Demak, u ham o'yinni tugatish uchun frontmenning xonasiga kelgan va Junhoni uchratgan. Keyin esa bir nechta oldin ham ko'rsatilgan kadrlar juda tezlik bilan ko'rsatiladi. Hammasi aniq, yana ovoz berish bo'lib o'tadi. Pul tushadigan cho'chqa esa deyarli to'lib bo'libdi. 2-sezon chiqib bo'lganidan so'ng bizga 3-sezondan kichik rolik taqdim etilgan edi. Unda qiz va o'g'il bola qo'g'irchoq, poyezd yo'lidagi svetofor va xonaga kirib kelayotgan o'yinchilar ko'rsatilgandi. Treyler esa barcha savollarga javob berdi. Endi biz ushbu o'yin qanday ishlashini aniq bilamiz. 100-ishtirokchi esa 4-o'yindan so'ng tirik qolar ekan, chunki bu o'yin qizil va ko'k rangli o'yindan so'ng bo'lib o'tadi. Xona atmosferasi kun botayotganligini tasvirlamoqda. Demak, bu o'yin shunday tartibda ishlaydi. Ikki tomonda qiz va o'g'il turishadi. Ularning qo'llarida esa arqon. Turar joylari poyezd yo'liga o'xshaydi. Ular esa juda baland masofada turishibdi, xuddi 1-sezondagi shisha yo'lakka o'xshab. Pastda esa aynan 2-sezonning ilk posterida ko'rsatilgan fon tasvirlangan. Unda qo'riqchi o'lgan ishtirokchilarni olib ketmoqda. Balandlikka esa ishtirokchilar lift yordamida yetkaziladi. Ishtirokchilar ushbu poyezd yo'lidan yurib narigi tomonga yetib olishlari kerak bo'ladi. Svetofor esa qo'g'irchoqlarni qachon harakatlanishini aniqlab beradi. Bu oddiy o'yindek ko'rinishi mumkin, lekin qo'g'irchoqlar borgan sari arqonni tez aylantirishlari yoki kutilmagan paytda boshlab yuborishlari mumkin. Shuning uchun juda ko'pchilik halok bo'lishadi. Bu yerda ulardan yerga tushib halok bo'lganlarini yuzini biz kimligini bilmasligimiz uchun xiralashtirib qo'yishibdi. Bu o'yinda ham ishtirokchilar kim birinchi va kim oxiri yurishini tanlashlari kerak bo'ladi. Kixun esa birinchi va oxirgi raqamlarni tanlash xavfli ekanligini yaxshi
yaxshi biladi. Bu yerda u ishtirokchilarga boshchilik qilib, tezroq harakat qilishlarini so'ramoqda. Keyingi kadrda esa uning yuzlari shokka tushgan, chunki kadr ortida qandaydir dahshatli narsa sodir bo'lmoqda. Aktyor MJ Coin yaqinda bergan intervyusida 3-sezonda uning personaji juda yomon ishni amalga oshirishini aytgandi. Balkim u marraga yetish uchun kimnidir itarib yuborar va bu sahnada Ki-hunning unga bo'lgan reaksiyasi ko'rsatilgan. Keyin esa Ki-hun qora kostyumda frontmenning xonasiga keltirildi. Qora kostyum uning bu safar ham finalga chiqqanligini bildiradi va nihoyat Inho unga yuzini ko'rsatadi. Orqa fonda esa "Sen haliyam odamlarga ishonasanmi?" degan ovoz keladi va bu uning Ki-hunga aytgan gapi. Ki-hun esa haqiqatni bilgach orqaga shok holatida qaytmoqda. Yana bitta treyler taqdim etiladimi yoki yo'qmi aniq emas, lekin 2-sezondan oldin teaser va 2 treyler taqdim etishgan edi. Garchi uni biz 3 yil kutgan bo'lsak-da, 3-sezon 6 oy o'tib taqdim etilmoqda. 2-treyler menimcha kerak emas, shundoq ham juda ko'p narsalarni taqdim etishdi. Yangi sezonda yana qanday hayratlanarli narsalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Fikr va taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.